uzumda noldan pulsiz qanaqa qilib 500 dollardan 4000 5000 dollargacha daromad ko'rish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Har bittasidan biz alohida yo'llar bilan daromad qilsak bo'ladi. Umuman pulsiz savdo qilishimiz mumkin. Boshqalarni mahsulotini ham sotib, biz ularga foydalanishga shu hujjatlar tayyorlab beramiz. Men senga 100 million so'm ajrataman. Mana shu narsani, mana shu pulni biz savdoga olib kiramiz. Shunchaki rasmini joylab qo'yasiz, mahsulotingizni sotuvga qo'yasiz. Bugungi videodan keyin uzumda biznes boshlashim uchun menga nech pul kerak degan savollarni berishni to'xtatasiz. Chunki bugun biz siz bilan uzumda noldan pulsiz qanaqa qilib 500 dollardan 4000 5000 dollargacha daromad ko'rish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men ismim Xosiyat Akramovna. Men uzumda savdo qilish bo'yicha 3 yillik ekspertman va hozirgi paytda biz aynan o'zimizning dasturimizda 2000 dan oshiq insonlarni uzumda savdo qilib, noldan o'zini daromad yo'ligacha bo'lgan yo'llarda birga bo'lib, o'rgatib kelyapmiz. Uzumda o'zi biz har xil yo'llardan daromad qilishimiz mumkin, lekin buni asosiy tub mohiyati bu mahsulot sotishda. Ya'ni uzumda biz savdo qilgan holatda, mahsulot sotgan holatda daromad ko'ramiz. Lekin mana shu mahsulot sotish uchun bizga juda ham ko'p faktorlar kerak va ularni har bittasidan biz alohida yo'llar bilan daromad qilsak bo'ladi. Demak, uzumda qanaqa qilib biz umuman pulsiz savdo qilishimiz mumkin yoki biznes qilishimiz mumkin yoki daromad qilishimiz mumkin. Eng asosiysi bu menejerlik yo'li orqali. Uzumda savdo qilish uchun tovar kerak, to'g'rimi? Siz unda mahsulotni qo'yasiz sotuvga va undan tushgan agar foyda qiladigan bo'lsangiz, siz undan pul ishlaysiz. Lekin bu mahsulot sizni o'zingizning mahsulotingiz bo'lishi ham mumkin. Agar sizda mablag' bo'lmaydigan bo'lsa, mahsulotga pulingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz to'g'ri yo'nalish, to'g'ri mahsulot tanlab, boshqalarni mahsulotini ham sotib daromad qilishingiz mumkin. Bu eng asosiy yo'llardan bittasi. To'g'ri, uzumda savdo qilish kerak, lekin aynan o'zingizning mahsulotingizni sotish kerak degan narsa yo'q. Misol keltiraman sizga, meni o'zim uzumda atigi 6 million so'm pul bilan ish boshlaganman, lekin bu pul meni katta milliardlar obrot qilishimga tabiiyki yetmasdi. Menda bo'lsa maqsad kattaroq bo'lgan. Va men uzumda savdo qilishni o'rganganimdan keyin menga chet eldan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan takliflar kelishni boshlagan. Ya'ni meni mahsulotim bor, ishlab chiqarishim bor. Men o'zi valbirsa savdo qilaman, lekin o'zimni tushunmayman. Menga shu uzumda savdo qilish bo'yicha yordam bergin, biz kelishib ishlaymiz degan takliflar tushishni boshlagan va men qirg'izistonlik ishlab chiqaruvchi bilan kelishib ish boshlaganman. Ya'ni menda pul bo'lmagan, men boshqa insonni, boshqa ishlab chiqarish mahsulotini uni taklifiga asosan savdoga olib kirib daromad qilishni boshlaganman va biz foydadan 50 ga 50 qilib bo'lib olishni boshlaganmiz. Va mana shunaqa tarzda men bilan 6 oy hamkorlikda ishlaganman va o'zimga yetarlicha obrotni yig'ib olgandan keyin men u bilan hamkorlikni tugatib, boshqa menejerga bu ishimni o'rgatib, yana o'zim yo'limda shaxsan o'zim oborotimni oshirishda davom etganman. Ko'rib turganingizdek, menga bu uchun o'zimni yoki qanaqadir insonni puli kerak bo'lmagan. Uzumda o'zi siz birinchisi mana shu yo'l bilan, ya'ni boshqalarning mahsuloti bilan sotish bilan daromad ko'rishingiz mumkin. Lekin agar siz xohlamaysiz boshqalarning mahsulotini sotishni, buni mas'uliyatini olishni xohlamasangiz, umuman mahsulot sotmasdan daromad qilish yo'llari ham bor. Bu qanaqa yo'llar? Uzumda savdo qilishni o'rganganingizdan keyin siz unda kartochka deb aytamiz, uzumdagi mahsulotlarni joylashuvi, rasmi va u haqidagi ma'lumotlar beriladigan mahsulot ko'rinishi bu kartochka deb aytiladi. Mana shu kartochkalarni siz boshqalarga buyurtma asosida yasab berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bu xuddi xizmatga o'xshaydi. Bilsangiz, bizda oldin masalan Instagram yurg'izish bo'yicha SMM kasbi juda ham rivojlangandi. Hozir undan ham rivojlanib ketgan. Masalan, profilga rasmlar yasab berish, videolar yasab berish yoki o'sha profilni obloshkalarini to'ldirib berish yoki o'sha profilni yurg'izib berish kabi xizmatlar bo'lgan. Uzumda ham hozir xuddi shunaqa xizmatlar bor va bu juda ham talabgir va raqobat SMMchalik yuqori emas. Ya'ni buni bemalol kasb sifatida qilsangiz bo'ladi. Uzumdagi mahsulotlarning rasmlarini yasab berishingiz mumkin. Uzumdagi mahsulotlarning videolarini yasab berishingiz mumkin. Uzumdagi mahsulotini savdosini yurg'izib berishingiz, marketingini, reklamasini yoqib berishingiz mumkin. Ya'ni har bittasi buni alohida kasb sifatida ko'riladi. Shaxsan o'zim masalan hozir uzumda o'rtacha bir necha 100 million obrot qilaman va bu obrotimda men o'zim
o'zim hech narsaga ulgurmayman, bitta o'zim deyarli hech narsa qilmayman. Hozir meni o'zim yordamchilarim va zakazga ishlaydigan insonlar bor. Ular meni mahsulotimni, kartochkalarini rasmini yasab bergani uchun alohida pul olishadi, daromad qilishadi yoki kartochkasini men aytganimdek qilib yasab bergani uchun alohida daromad qilishadi yoki men mahsulotlarimni bilasiz, deyarli umuman ko'rsatmayman. Ya'ni qanaqa upakovka qilib o'zim yurmayman. Deyarli 3 yildan beri ishlayotgan bo'lsam, 3 yildan oshdi va 2,5 yildan beri men mahsulotlarimni o'zim qadoqlamayman. O'zimga mahsulot topshirayotganda uni qadoqlash kerak bo'ladi va aynan meni qadoqlovchi hamkorlarim ham bor. Mahsulotlarim ularga Xitoydan to'g'ridan-to'g'ri jo'natib beraman va ular olib mahsulotlarimni meni o'rnimga upakovka qilib, o'zini qoidasi bilan o'zimni omboriga yo'naltirib berishadi. Ya'ni bu jihatidan ham siz qadoqlash orqali ham daromad qilsangiz bo'ladi. O'zimda ko'rib turganingizdek, ham boshqalarning mahsulotini sotish orqali, ham ularning mahsulotidagi ayrim qismlarini to'ldirib berish, ularga reklama xizmatlarini yoqib berish, ularda target xizmatlarini yoqib berish yoki hattoki mahsulotini qadoqlab berish orqali ham yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Bunga sizga misol qilib keltiraman. Deylik, bundan qancha pul topish mumkin? Meni o'zimni birinchi potoklarimda o'qigan yoki o'sha birinchidan 10 patoklarimga o'qigan insonlarga o'sha bitirib bo'lganiga 1 yildan oshgan va ularni allaqachon bir nechta hamkori bor. Misol keltiraman, mana Go'zal degan o'quvchimni shogirdim bo'lib menga kelgan va shogirdim bo'lgandan keyin 6 oy o'zi 100 million оборотga chiqqandan keyin, oylik оборот 100 milliondan oshgandan keyin shaxsan o'zim men uni menejerligiga olganman va hozir bizda hamkorlikda ishlanadi va undan tashqari yana bitta uni hamkorligi bor. Ya'ni menejerlik qilishni ham men o'zim unga shu shogirdlik dasturimda o'rgatganman. Qanaqa qilib hisob-kitob qilish kerak, qanaqa qilib tovarlar tanlash kerak va u bemalol shu o'zining hamkorlariga bu narsani ko'rsatib bera oladi. Yana bitta Shodiya degan o'quvchim bor, u ham deyarli 2 yildan beri o'zi umuman o'zimda pul tikmasdan turib, umuman uni mablag'i bo'lmagan mahsulotga birinchi bo'lib O'rizor bozoridan o'ziga hamkor topgan va uni o'sha ayollar aksessuari mahsulotlarini o'zimda olib chiqib sotishni boshlagan. Va mana shuni evaziga u 50 ga 50 qilgan holatda foydani hozir daromad qiladi va bundan tashqari O'rizor bozoridan boshlangan bo'lsa, hozir uni 5 ta proyekti bor. Ya'ni har bittasidan $500 $2000 daromad qiladi. Hozirgi o'rtacha oylik daromadi $3000-4000 tashkil qiladi. Va bundan tashqari u turmush o'rtog'i bilan birgalikda qadoqchilik bilan shug'ullanadi. Ya'ni boshqalarning mahsulotini upakovka qilib, uni omborga yuborib berishdan ham daromad qiladi. Bundan tashqari unda o'sha rasm yasab berish, kartochkalarni to'ldirib berish, konsultatsiya berish xizmatlari ham bor. Ya'ni u bitta uzumni o'zini o'rgangani va 1 yil menda shogird bo'lib yurganini o'zida mana shuncha hunar orqali hozir daromad qilyapti. Bundan tashqari meni o'zimni, menejerlari ham bor. Ya'ni ular allaqachon o'ziga komanda qilyapti. O'zi ulgurmasdan proyektlarni ko'paytirishga harakat qilyapti. Yana sizga misol keltiraman, meni kursimda o'qigandan keyin shu qadoqchilik bilan shug'ullanadigan bir nechta o'quvchilarim bor. Bu nima degani? Ular o'zimda to'g'ri savdoga chiqishni o'rgangan holatda qo'shimcha оборотini oshirish uchun, ya'ni mablag'i yonidan boshqalardan olishni xohlamayapti, оборотini mana shu tarzda oshirib olmoqchi. Va boshqalarning mahsulotini, masalan, bizning o'quvchilarimizni boshqa tashqaridan buyurtmalar keladi. Mana shunaqa insonlarni mahsulotlarini upakovka qilgan holatda yaxshigina kunlik daromad qilishadi va oyiga buni hisoblasangiz, masalan, 500 ming 1 milliondan kuniga hisoblasangiz ham yaxshigina daromad kelib chiqadi. Agar siz uzumda daromad qilish yo'llarini yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, ya'ni unga yuzaki emas, haqiqiy professional tarzda yondashadigan bo'lsangiz, siz haqiqiy o'zingizga kerak bo'lsa komandangizni tashkil qilib, juda ham katta firmaga ham aylanishingiz mumkin. Shaxsan o'zimni hozir o'zimda savdoyim bo'yicha 25 tadan oshuv komandam bor. Mana shu insonlar men bilan ishlaydi va meni hozirgi qiladigan ishim deyarli faqatgina hisobot olish, oylik tarqatish va ularga qanaqadir vazifalarni bo'lib berish. Shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Men o'zimni o'quvchilarimdan ham o'zimga yordamchilarni tanlab oladigan vaziyatlarim bo'ladi. Ya'ni men o'zimni bilimimga shu darajada ishonaman va o'zim o'qitmagan boshqa insonlarni komandamga qabul ham qilmayman. Chunki bizda hamma narsa ideal tarzda o'rgatiladi va faqatgina o'sha insonlarga ishonib topshirishim mumkin. Umuman olganda dars berishni bitta tomoni men o'zimga kerakli bo'lgan komandani yig'ib olishim uchun ham zarur. Ya'ni faqatgina o'zim o'rgatgan insonlarnigina men komanda yig'ish uchun ishonib topshira olaman. Yana sizga misol keltiraman.
mani Robiya o'quvchim, birinchi potokimda o'qigan va hozirda bilsangiz, hozir korsetlar juda ham ommabop bo'lgan va uni brend sifatida shakllantirsangiz, yaxshigina daromad ko'rsa bo'lyapti. Madina ismli bloger qizi o'zini korsetlarini aynan mani Robiya degan o'quvchim 1 yildan beri yuritib keladi va o'rtacha bitta shuni o'zidan $1,500 atrofida daromad qiladi. Ya'ni yaxshigina bitta bloger aynan mani o'quvchimga mana shu proyektini ishonib topshirgan. Bundan tashqari, yo'q, men umuman boshqa insonning xizmatini qilmoqchi emasman. Men o'zimni savdoyimni yuritmoqchiman, hech kimga qaram bo'lmasdan, hech kim aytganini qilmasdan o'zim ishlamoqchiman deydigan bo'lsangiz, siz nima qilishingiz mumkin? Pulsiz bo'lgan holatda. Men sizga oddiy misol qilib keltiraman. Bizani dasturimizda shu uzumda savdo qilishni o'rgangandan keyin atigi 1 million so'm, 2 million so'm bilan o'zini mahsulotlarini o'quvchilar sotib ko'rishadi. Ya'ni biz ularga foydalanishga shu hujjatlar tayyorlab beramiz va u orqali mahsulotlarni olib kirib sotishadi. Puli ko'p bo'lmaydi, lekin mana shu mahsulotlarni sotgandan keyin bilasizmi, ularda nima hosil bo'ladi? Ularni oila a'zolari ular qilayotgan foydani ko'rgandan keyin o'zligisi investitsiya kiritishni boshlashadi. Ya'ni foydani ko'rishdi, daromadni ko'rishdi. Конечно, ularni oiladagi o'rni ham, oiladagi ularga bo'lgan ishonch ham oshishi boshlayapti va ularni o'zi ham qanaqadir oyligidan ajratib yoki kerak bo'lsa, mana qaynonalari tillalarini sotib, mana shu pulni ishlating oborotingizga, keyin shuni ko'paytiramiz, keyin yana ko'ramiz, yaxshi ketsa yana boshqa joydan pul keladigan joyi bor degan holatlar bo'lyapti. To'g'ri, sizda hozir mablag' bo'lmasligi mumkin, lekin siz bu ishni boshlaganingizdan keyin men sizga 100% ishonch bilan ayta olamanki, sizda pul beradigan insonlar ko'payishni boshlaydi. Yana bitta misol qilib keltiraman. Meni bitta kichkinagina 19 yoshli o'quvchimni umuman 500 ming so'mlik tovar bilan kirgan, ya'ni sotib ko'rish uchun o'sha o'zini aksessuarlari, maktab jihozlarini olib kelib sotib ko'rishni boshlagan va buni ko'rgan o'zini yaqin o'rtog'i unga 7 million so'm pul bergan. Keyin mana shu pulga sotamiz va foydasini keyin bo'lishib olamiz deb. Va ular 7 million so'mni 14 million so'mga aylantirib, keyin foydasini keyin bo'lib olishgan. Yana buni ko'rgan ularning ustozi, u Islom universitetida o'qiydi. Ustozi ko'rgandan keyin men senga 100 million so'm ajrataman, mana shu narsani, mana shu pulni biz savdoga olib kiramiz va o'sha meni magazinimni ochib alohida ishlashing mumkin degan taklifni bergan. Va hozirda u mana shu o'qituvchisi bilan birga unga menejerlik qilgan holatda, hamkorlik qilgan holatda daromad qilib, o'zini ham oborotiga hissa qo'shda davom etyapti. Men sizga oddiy misollar keltiryapman. Bundan tashqari, mana Shodiya degan o'quvchimni tushuntirib o'tdim, uzunroq tushuntirib beraman. Umuman puli bo'lmagan, mahsulot qo'shishga hech qanaqa pul ajratmagan, menejerlikdan boshlagan, lekin hozir kerak bo'lsa o'zini do'koni hali ham yo'q. Lekin shunga qaramasdan hech kimni do'konini unga menejerlik, ya'ni xodim sifatida emas, unga hamkor sifatida ishini davom ettiryapti. Hamkor degani qanaqa bo'ladi? Siz boshqalarga hisob bermaysiz ishingizni. Ya'ni u sizga mana buni qil, mana shu vaqtgacha deb ayta olmaydi. Chunki u uzunni tushunmaydi. Siz o'zingiz nima qilishni yaxshi bilasiz va o'zingiz qachon qaysi ishni qilishni hal qilishingiz mumkin bo'ladi. Xohlasangiz kartochkani boshqa insonga yasattirib turib daromad qilishingiz ham mumkin, chunki daromadingiz bunga yetadi. Xohlasangiz qaysidir vaqtda ishingizni vaqtincha to'xtatib turishingiz mumkin. Xohlasangiz yana qo'shimcha hamkor olib o'zingizga yordamchilar olishingiz ham mumkin. Ya'ni siz yordamchi olishingiz uchun sizga qanaqadir qo'shimcha mablag' talab qilinmaydi. Chunki siz o'sha xuddi o'zingizga o'xshab yordamchingizga ham kelib chiqayotgan foydadan qanchadir foiz berishingiz mumkin. Qanaqadir oylik beraman deb taklif qilmasdan bemalol foydani bo'lishgan holatda o'zingizga yordamchilar olib proyektlaringizni ko'paytirishingiz mumkin. Yana sizga misol keltiraman, qanaqa qilib uzumda pulsiz daromad qilish mumkin. Hozirda uzumda 3 xil usulda ishlasa bo'ladi. Ya'ni oldin uzumga oldindan tovarlarni omborga olib borib qo'yib, mana shu ombordan sotuv chiqqan bo'lsa, hozirda tovarlar omborda turishi shart emas. Shunchaki rasmini joylab qo'yasiz, mahsulotingizni sotuvga qo'yasiz va agar sotuv bo'ladigan bo'lsa, mijozlar uni xarid qiladigan bo'lsa, keyingina mahsulotingizni mijozga yetkazib berishingiz mumkin. Bundan qanaqa qilib daromad qilish mumkin? Misol keltiraman, hozir mana bir ikkita o'quvchim bor, gilamdan, mebeldan o'ziga hamkor topgan yoki qimmatbaho birorta mahsulotni o'ziga hamkor qilib topgan va bir nechtasi yana bozordan o'ziga hamkor topgan. Bekbaraka, Abu Sahiy, Urizor bozorlaridan qanaqa tarzda mahsulotning rasmlarini o'zimga joylaydi.
u mahsulot boshqa sotuvchida bo'ladi. Ya'ni sizni o'zingizda turmayapti, uni haqiqiy sotuvchisi bor. Va mana shu holatda buyurtma mijoz tomonidan tushadigan bo'lsa, o'sha mahsulotni yig'ishga o'tiladi, ya'ni sotuvchiga aytiladi, mana shu mahsulotdan bugun mana shuncha zakaz tushdi va adreslar beriladi. Sotuvchini o'zi ularga xuddi onlayn shoplarda qanaqa qilib boshqalarga jo'natib berayotgan bo'lsa, o'sha buyurtmalarini dastavkasiga qo'shib yetkazib beraveradi mijozlariga. Mebelda ham xuddi shunaqa ishlashadi. Ya'ni mebelchi bilan kelishgan holatda bemalol mebelga agar uzumdan buyurtma tushib qoladigan bo'lsa, mebelchini o'zi mijozga yetkazib beraveradi. Siz shunchaki bu yerda vositachi bo'lasiz xolos. Ya'ni uzumdan daromad qilishiga sababchi bo'layotgan inson sifatida o'zingizni foizingizni, daromadingizni olishingiz mumkin bo'ladi. Bunda sizga hech qanaqa pul, mablag' kerak emas. Shunchaki uzumda o'sha mebelni sota oladigan, mahsulotni xaridorga ko'rsatib bera oladigan bilimni o'zi yetarli bo'ladi. Bundan tashqari bemalol o'sha qimmatbaho mahsulotlar, kosmetikalar bilan ham hamkorlik qilish mumkin bo'lyapti. Umumiy xulosa qilib aytganda, siz agar hali ham hozirgacha uzumda men savdo qilishim uchun, uzumda daromad qilishim uchun menga nech pul kerak degan savollarni berib yurgan bo'lsangiz, demak uzumni imkoniyatidan hali yaxshi xabardor emassiz. Hozir shunaqangi darajada imkoniyat ko'payib ketgan, hozir tushuntirib berganimga o'xshab va bundan tashqari yana juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Siz bilimingiz bo'lsa, hech qanaqa mablag'siz bemalol oyiga $500 dan $4000-5000 daromad ko'ra olasiz. Agar siz ham mana shu yangi kasb, hali raqobat kam, hattoki ko'rmaysiz internetda reklamalarni, men o'zimdan rasm yasab beraman, men upakovka qilib beraman yoki men menejerlik qilaman degan reklamalarni siz ko'rmaysiz, chunki hali reklamaga beradigan darajada raqobat yo'q. Shunaqangi darajada bilimli insonlar o'sha talash bo'lib ketyapti. O'ziga yetyapti mijozi, hech qanaqa reklamasiz tanish bilish o'zi yoki yaqinlarini o'zini aytishini orqali ularni klientlari o'sha auditoriyasi to'lib qolyapti. Va siz ham agar mana shunaqa kasbni o'rganib, o'zingizga daromad yo'lini ochmoqchi bo'lsangiz, pulsiz uzumda daromad qilish yo'llarini yoki o'zingizni mahsulotingizni sotib, uni komanda darajasiga, qanaqadir proyekt darajasiga chiqarish yo'llarini o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu sohaga kirmoqchi bo'lsangiz, men o'zim bu sohani 2 yildan oshiq muddatdan beri o'rgatib kelyapman. Uzumda savdo qilib, unda qanaqa menejerlik qilish, unda qanaqa qilib o'sha proyektni yurg'izish, hammasini siz bilimini mana shu bizga berayotgan dastur orqali o'rgana olasiz. Va hozirda mana shu dasturimizga qabul yopiq payti, lekin men pastda havola qoldiraman. Mana shu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, sizga biz mana shu ro'yxatdan o'tganingiz uchun qabul ochilgan paytda har xil bonuslar bilan va eng chegirma narxlarda dasturimiz ochilgan paytda yozilib olishga imkoniyat berishimiz mumkin. Agar sizda yana qanaqadir savollar qolgan bo'lsa, uzumni imkoniyatlarini yana ham ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, mana shu pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Bu haqida bepul darslarimiz yana bor. Sizlarga uni tashab berishadi, sizga u haqida to'liq ma'lumot berishadi va men haqimda ham agar sizga kerak bo'lsa, to'liq ma'lumot berishadi. Pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'tib qo'ysangiz, to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin bo'ladi va bu mutlaqo bepul. Bundan tashqari ro'yxatdan o'tganingizdan keyin sizga bonus darslar chiqadi. Bu darslar orqali uzumda daromad qilish yo'llarini yana ham ko'proq o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Ro'yxatdan o'tib qo'yishni unutmang.